Bunundan 1900 yıl ilgiri burullar Zhuge arqid qağallarını bevosita shalib etishning ancha to'g'ri usul emasligini o'ttirib qo'ygan. Qissa haqida bayon. Uchbachalik haqida qissa qarsak, Pang Tongning hikoyasida Liu Bei buni ko'rgandan keyin chiroyini aytsak deb yaratmaydi. Buni ishlatmay opirib bir chatdagi bir noyning ombul qilib qo'ydi. Lo'ngambal qilib qo'ydi. Qo'ygandan keyin bu yerda Pang Tong qoyilmaydi-da. Hamda Zhuge baş müşavir olsa men degan yondash müşavir. Zhuge baş vazir olsa men degan yondash vazir bo'lishim kerakdi. Bizniki iqtidor saviyamiz deb aytgan vaqtda mushuni aytib turman bo'ldi deb oxirida hech qanday ishni qilmay jilliq bog'lashda eng keyinda qolgandan keyin Liu Beining savol so'roq qilib zot boshli yaratmagan men seni ishlatmayman bo'ldi deb aydib etmoqchi bo'ldi. Hamda dal shu vaqtda Zhuge aldirmayli, sal to'xtab turildi deb buni Liu Bei'ni to'xtatib qo'ydi. Bir ishda ma'lum orqali qolgani bevosita shalib etish bir xato ish. Biz boshqacha bir o'rin qo'yib sinab baqili. Ya'ni bu ma'lum kishini yaxshi qilolmagan bo'lsa, balkim buning talanti, iqtidori yana bir o'rin bo'lishi mumkin deb shuni o'tirib qo'ydi. Talantlilar 3 xil bo'ldi dedi. Birinchisi amaliyotchil talantlilar dedi. Ya'ni buniki talant, iqtidori o'z o'g'inishlayib ketgan vaqtda siz mayli qanday bir o'rin qo'ying, shu o'rinni o'tsin to'liq yaxshi chiqalaydi. Masalan, Zhuge dal mushundaq odam. Uni mushavir qilsin, bosh vazir qilsin, davlat ishlarini boshqarsin, hamma ishni voyaga yetkazib burilaydi. Lekin bunday odamlar millionning ichida birisi chiqdi, men chiqib qolsam ikkinchisi chiqib qoladi. Shunaqmi? Ikkinchisi kasbiy talantlilar. Sen talantini to'g'ri bayqab, to'g'ri ishlasang, o'z talantini to'g'ri ishlatib, yaxshi unum yaratdi, yuqori saviyada talantli holatda bir ishlarni tamomlay oladi. Pang Tong hamda dal mushuni uchirgan odam, ya'ni noyonbaligini qilganda bu yaxshi qilamadi. Biroq mushavirlik vazifasini o'zining talanti to'g'ri kelgan vaqt qanday qildi? Pang Tong mushavir bo'lib, Shichuanni olganda ajoyib cho'ng to'kib ko'rsatdi. Plan taktik ko'rsatdi. Hatto Shichuanni qanday olamiz, qayoqdan kirimiz, bo'lgandan keyin qanday qilamiz, kimni ishlatmaymiz, kimni ishlatimizdan tortib butkul ishni to'g'ri o'lchamli saviyali holatda urindidi. Hatta o'zining mush planini amalga oshirish uchun o'z hayotidan kechdi. Bunaqa Pang Tong shunaqa qahramonlik bilan bu yerda o'z hayotidan voz kechdi. Hamda uchinchi xildagilar bo'lsa yetaklash xarakterdagi talantlilar. Hamda bundaqlarning do'rab o'rganish xarakteri kuchli bo'ldi. Bularni bir talantli bir kishi yetaklab, qo'ldan yetaklab mangsa, shuning izidan nihoyat yaxshi mangalaydi. Iz qo'g'lab, izchidek mayillik bilan mangalaydi. Yaxshi o'rganalaydi, o'z talantini joriy qildira oladi. Lekin ustozidan yo'l ko'rsatishni ayrilgan vaqtda nimish qilishni bilmay tantirab qilib nodonlik qilib qo'ydi. Ya'ni o'z talantidagi mustaqillik kamchil. Masalan, Masud dal mushundaqlarning tipik vakili shundaqmi ya? Zhuge qishi tug'a vaqtda bu nihoyat aqlli, donishmand, Zhuge nima o'ylayotganini bila oladigan shundaq bir katib. Biroq Zhuge'dan arilib o'z oldiga bir mustaqil ishni qilib baqtab avatga vaqtda kalvalik qilib, nihoyat qamlashmagan bir ishni qilib mag'lubiyatga uchrab oxirida Zhuge amal yo'q buni o'ltirib o'tdi. Biroq Zhuge'ning Masudni bu yerda o'ltirib etishida boshqa bir ish bor. Yani asli kechirim qismi bo'ldi, avatmisi ekan, bu yerdagi Masudni chuqur o'ltirib etish kerak. Nimishqa shundaq bir gap bor bu yerda. Undaqda bu uch xil talantli kishilardan siz qaysi xil tipdagi talantlilarga kiritgansiz? Men endi buning burun izchil o'zimga bir yaxshi dono ustoz deb topolmagan. Shundaq bir ustozga tashna bo'lib keldim. Amal yo'q, kitoblarni, boshqalarning leksiyalarini, bu narsalarni ustoz tutib o'zligimda o'rganib o'shalarga keldim. Endi tuyuqsiz o'ylab qoldim-da, ustoz topolmagan, shogird topaymi ya? Shogird qabul qilaymi ya? Shunda 4 klassga sarga qiziqadigan, nutq so'zlashni o'rgangisi bor. Mana do'yin yurgizishni, film tartishni shularni o'rgangisi bor. Shogird qabul qilsam qanday bo'lardi? Men ustoz bo'lib qolsam, sancha o'ylab qo'yapman. Chunki ko'rgansizlar, masalan o'z vaqtida mana shu veyshanlik qildigan muallimlar bek ko'payib ketgan. Kichkina olmishni so'y paloni, ma'lum paloni juli alay balay, pazung deb. Endi o vaqtda shu do'yin muallimlar bek ko'payib ketdi. Shuni voy mendan o'rgansizlar, ondaq qilib oyda million deb. Nurg'ullarning yolg'onchilik, kulkilikligini his qildik-ku. Ham shular qarab men bir haqiqiy bilim, haqiqiy do'yinni o'qitadigan narsa bo'lgan ki, men oymay o'rgansam bo'larmi ya bir shogird deb jam xiyol qilib qoldim. Xiyolim tamomlanguncha net shogird olsam bo'lar shu.
o sanap bekipçi. Muşu üç parçalı haqida qıssam sözləşdirgəndə Cugulyan sözləsək Nurgullar Sünzi'nin kitabı var mı? Sünzi'nin hərbi işlat dəsturi doğrultusunda to'g'ri chiqib kelgan. Sünzi to'g'riliq kitob bormi deganlar nurg'un chiqdi. Shu joyga kirsanglar, shu Sünzi deb mesela Uyg'urcha Sünzi'nin kitabı var. Sünzi'nin hərbi ayolda tug'ilishi, jafoliq mashq qilishi bu degandek va Sünzi'nin hayoti to'liq tasvirlangan Uyg'urcha jumlalar soni cheklik yoqtirgan do'stlar tizdan setib olinglar.